Joriy yilning 11-iyul sanasida davlatimiz rahbarining soliqqa oid nizolarni sudgacha hal qilish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Qarorda ekspert kengashini tashkil qilish, tadbirkorlik subyektlari va soliq organlari o'rtasida yuzaga kelgan soliqqa oid nizolarni ko'rib chiqish va ular yuzasidan xulosalar berish, soliq qonunchiligiga oid normativ-huquqiy hujjatlar va ularning qo'llanishini o'rganish, shuningdek, huquqni qo'llash amaliyoti sifatini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish vazifalari belgilab berilgan. Ushbu qarorni qabul qilinishdan asosiy ko'zlangan maqsad etib tadbirkorlik subyektlarini va soliq organlari o'rtasida yuzaga kelayotgan soliqqa oid nizolarni hal qilish uchun sarflanadigan vaqt va xarajatlarni kamaytirishdir. Bunda soliq xizmati organlari tomonidan soliqqa oid nizolarni sudgacha ko'rib chiqish jarayoni raqamlashtirilishi, sun'iy intellekt texnologiyalari joriy etilishi, idoralararo elektron ma'lumot almashinuvi yaxshilanishini, soliqqa oid nizolar ko'rib chiqiladigan majlislarda masofadan turib ishtirok etish imkoniyatlarini yaratilishini, soliqqa oid nizolarni sudgacha ko'rib chiqishda soliq to'lovchining ishtirok etishiga shart-sharoit yaratilishini, jumladan alohida maxsus xonalar tashkil etilishini ta'minlanishi belgilangan. Albatta, ushbu qaror tadbirkorlik subyektlariga ancha afzalliklar va yengilliklar yaratib beradi. Soliqqa oid nizolarni sudgacha hal qilishda tadbirkorlik subyektlari ochiqdan-ochiq murojaat qiladi. Bunda soliq xizmat organlari xodimlari va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida ochiq muloqot yuzaga keladi hamda hujjat ijrosi yuzasidan esa ochiq sayyor qabullari o'tkazilmoqda va tadbirkorlik subyektlariga soliq hamda huquqiy masalalarda yordam berib kelinmoqda.